Toshkent shahri. Toshkent shahrini o'zi uchun biz ikkita Damas Laboni o'yinga qo'yganmiz. Jami nechta kupon bor? Aha, demak bu bizda oxirgi shahar ekan va oxirgi shahar uchun biz ikkita Damas Laboni o'ynaymiz. Demak, faqat bizni hozir agar qolganlar chiqib ketmagan bo'lsa, Toshkent shahrini hamma savdo nuqtalari egallab ko'rib turibdi. Toshkent shahri uchun o'zi ikkita Damas Labo bor va jami 11 mingga yaqin kuponlar yig'ilgan. 11 mingga yaqin kupon orasidan biz ikkitasini tanlaymiz va ikkita g'olibni sizdan birgalikda e'lon qilamiz. Va ular orasida siz bo'lishingiz mumkin. Siz bugun Damas Labo egasiga aylanishingiz mumkin. Toshkent shahridan bizni ko'rayotganlar, oldindan hammangizga omad tilab qolaman. Agar siz yutmasangiz ham kayfiyatni umuman tushirmang. Hech narsa yo'qotmadingiz-ku. Muhimi, ishtirok etdingiz va hali sizda imkoniyat bor. Hali tugamagan, hech nima tugamagan. Siz 3-yanvar kuni Trekkerga ega bo'lishingiz mumkin. Ungacha siz kuponlarni yig'ib boring, imkoniyatlaringizni oshirib boring. Bir-biridan ajoyib bo'lgan mahsulotlarimiz Pepsi, Mirinda, 7up, Mountain Dew, Lipton, Adrenalin Rush, Rockstar, Sting mahsulotlari sizni kutib turibdi. Ularni bemalol sotib olib, buyurtma berib, savdo nuqtalarida sotishingiz mumkin va kuponlarni yig'ib Trekker egasiga aylanishingiz mumkin. Trekker sizni kutib turibdi. Siz Trekker sari harakat qilsangiz, qadamlarni bosib borsangiz, albatta Trekker sizniki bo'ladi. 3-yanvar kuni jonli efirda Trekkerni sizga berishimiz mumkin. Shuning uchun harakat qiling. Hozir esa Toshkent shahri bo'ylab 11 mingga yaqin kuponlar orasidan 2 kishini Labo egasi, Damas Labo egasi deb taqdirlab hozir e'lon qilamiz. Buning uchun biz birinchidan raqamlarni tanlab olishimiz kerak. Uzoq kuttirmasdan lototronni tez aylantirib, birinchi xonadagi raqamni sizga e'lon qilaman. Yangi yilga atigi sanoqli kunlar qoldi va yangi yil uchun zo'r sovg'a bo'ladi sizga. Xo'sh. Birinchi raqamni bizga omadli deb hisoblaydigan, ko'pchilik omadli deb hisoblaydigan 7 raqamni ochib berdim va hozir rostdan ham bu kimgadir omad olib kelishi aniq. 7 raqam bilan boshlangan kupon egalari tayyor turing. 7. Ikkita Damas Labo o'yinda bor. Agar sizniki 7 bilan boshlanmagan bo'lsa, hali kayfiyatni tushirmang. Yana bitta Damas Labo hali bor. Hali uning egasini ham aniqlaymiz, balki u boshqa raqam bilan boshlanar. 7 raqam bilan boshlangan kuponlar bizda Toshkent shahri bo'ylab nechta ekanligini hozir menejerlarimiz ba'zidan ko'rib bizga aytishadi va uni e'lon qilamiz. Keyin esa birinchidan qolgan xonadagi raqamlarni ham aniqlab, ularni sizga mana shunday ko'rsatib boraman va oxirida siz g'olib bo'lishingiz mumkin. G'oliblikka juda ham yaqin daqiqalar qoldi. Biz shu soatlar davomida 20 ta Damas Labo egasini aniqladik. Har biri hozir xursand, allaqachon yuvayotgan bo'lishlari ham mumkin. Yutdim. Nechta? Oho, 1124 ta 7 bilan boshlangan bizda kupon bor. Endi esa buni joylashtirib, keyingi xonadagi raqamlarni ham topamiz. Xo'p, qaysi raqam? Keyingi raqamni qo'limga oldim. Xo'sh, bizda qaysi raqam bo'ldi? 8 raqami bilan boshlangan kuponlar. Hozir ketma-ket raqamlarni topib boramiz. 7, 8 chiroyli raqamlar bilan terib boryapmiz. Eng asosiysi mana shu 7 va 8 raqamlari hozir kimgadir omad olib kelyapti-da. Kimdir ko'ribdi, kimlardir hozir 7, 8 raqamlari kuponlari to'g'ri kelayotgan bo'lsa, hayajonda men yutaman deb turishdi. Men ham sizga omad tilayman, yutishingizning tarafdoriman. Tilayman sizga yutishingizni. Hozir esa keyingi xonalarga o'tamiz. Avval nechta 7, 8 bilan boshlangan kupon borligini bilib olamiz. Nechta? 123 ta. 7, 8 bilan boshlangan kuponlar 123 dan tashkil qilar ekan. Endi esa 3-xonaga o'tamiz va 3-xona uchun ham bitta raqamni tanlab olamiz. Xo'sh. Bizda yana bitta kupon. Yana bitta shart va buning ichida raqam yashiringan. Xo'sh. Qaysi raqam? 5 raqami. 7, 8, 5 raqami. 7, 8, 5 raqam bilan boshlangan kuponlar nechta? Hozir menejerlarimiz ba'zidan qarashadi. Men efir yakunigacha bitta Pepsi'ni ichib bo'ldim. Nechta? 16 ta. 7, 8 bilan boshlangan kuponlar. 7, 8, 5 bilan boshlangan kuponlar 16 ta. Demak, hali imkoniyat ko'p. 16 insondan bittasi hali imkoniyat bor xullas. Bizda yana raqamlarni aniqlash kerak. Aniqlamiz. Ishdan ham aralashtirib bittasini ushladim. 7, 8, 5, 16 ta inson va hozir 9 raqami.
7, 8, 5, 9 raqam bilan boshlangan kupon bormi bizda? 16 ta bo'lsa, menimcha bor. 7, 8, 5 bilan 7, 8, 5, 9. Ba'zidan tekshirib ko'ramiz. Bitta. Bizda g'olib bor, g'olib bor. Wow, tabriklaymiz sizni. 7, 8, 5, 9 va oxiri bitta qaysidir raqam. Endi u muhim emas, muhimi siz 4 raqamni kuponingiz to'g'ri keldi va siz bitta bo'lib g'olib bo'ldingiz. Hamma qatori Damas Labo endi sizniki. Toshkent shahri do'konlari uchun birinchi Damas Labo egasi aniqlandi. Ular 7, 8, 5, 9, 0. 0 ekan oxiri. 0 raqami juda ham ko'p hozir insonlarga amal keladi, ayniqsa oxirgi raqamlarda. Va ulardan bittasi siz bo'ldingiz. Sizni yana bir marta tabriklaymiz. Damas endi sizniki, muborak bo'lsin Damas. Endi esa keyingi Damas Laboni o'yinga qo'yganmiz. Ya'ni Toshkent shahri uchun yuqorida aytganimdek, ikkita Damas o'yinda edi. Birinchisini aniqlab oldik. 7, 8, 5, 9, 0. Yana bir marta tekshirib oling. Ha, men deb. Ba'zida yutuq chiqsa rostdanmi deb ishonmaysiz-ku, lekin bu safar aniq. Mana raqamlarni ekraningizning pastki qismida ham ko'rib turibsiz. Aynan o'sha raqamlar, aynan sizning kuponingizga kiritilgan raqamlar ekranning pastki qismida turibdimi? Ishonavering. Siz Damas Labo egasiga aylandingiz. Aha, biz juda ham ko'p hammasini topshirib bo'ldik deyarli. Atga bitta Damas qoldi. Aha, oxirgi Damas o'yinda bor. Agar siz oxirigacha ulgurmagan bo'lsangiz, hali kayfiyatni tushirmang, hali o'ksinmang hali, chunki start yo'qotmadingiz va asosiysi trekker hali oldinda. Damas yutmagan bo'lsangiz, trekker sizniki. Demak, trekker sizga nasib qilgan ekan. Uning uchun harakat qilishimiz kerak. Ozgina Pepsi, Mirinda, 7up, Mountain Dew, Lipton va energetik ichimliklar, Adrenalin Rush, Rockstar, Sting mahsulotlarini xarid qiling va trekker sari qadamlarni qo'yib boring. Oxirgi, eng so'nggi uzoq kutilgan daqiqalar Toshkent shahri uchun ikkinchi Damas Labo hozir o'ynaladi. Toshkentdan bizni ko'rib turganlar, bittasiga ulgurmadim, deyotgan bo'lsangiz, ikkinchisi tayyor turibdi va ikkinchisi sizga nasib qilishi mumkin. Otatronni aylantiramiz. Bitta raqamni tanlaymiz. Ishlamayapti. Xo'p, bizda qo'ng'iroq deshingani-chi. Xo'p, raqam 7. 7 raqami. 7. 7 raqami. 7 raqam bilan boshlangan, yaxshilab ko'rinyapti mana. 7 raqami bilan boshlangan. To'g'ri mana. 7 raqam bilan boshlangan kupon egalari. Boya 7 bilan boshlangan, yana 7 bilan boshlandi. Demak, boya ulgurmagan 7 bilan boshlandi. Voy, men yutaman deb turgan bo'lsangiz, mana endi yana bir marta shunaqa hayajonlanishingiz mumkin. Yana 7 bilan boshlangan kupon egalari, tayyor turing. Orangizdan bittangiz hozir mana shunday Damas Labo egasiga aylanasiz. Bu oxirgi Damas bugungi o'yin uchun, lekin tugamadi o'yinlar, chunki Pepsi avtomaniya aksiyasi hali davom etadi va bu safar ikkinchi o'yinda 3-yanvar kuni biz siz bilan trekker avtomobilini jonli efirda mana shunaqa shaffof tarzda ko'z o'ngingizda aniqlaymiz va ushbu g'olib siz bo'lishingiz mumkin. Yuqoridagi o'sha siz uchun sevimli bo'lgan mahsulotlar Pepsi, Mirinda, 7up, Mountain Dew, Lipton, Adrenalin Rush, Rockstar va Sting mahsulotlarini xarid qiling. Savdo nuqtalari egalari, bu siz uchun. Ularni xarid qiling va kuponlarni yig'ib boring. Har bir kupon bitta imkoniyat. Kuponingiz qancha ko'p bo'lsa, imkoniyatingiz shuncha ko'p bo'ladi va siz trekkerni yutishingiz yaqin bo'ladi. Men ishonaman, siz albatta trekker. 1124 ta. 1124 ta 7 raqam bilan boshlangan kuponlar o'yinda bor. Endi esa ikkinchi xonani aniqlaymiz. Ikkinchi xonamiz uchun aylanadi va bitta shar meni qo'limda. Mana shu raqam hozir kimningdir omadli raqami 9, 7 va 9 raqamlari. 7, 9 bilan boshlangan kupon egalari sizga yaqin qoldi. Xo'p, 7-9 bilan boshlangan kuponlar ba'zidan hozir ko'ramiz nechta ekanligini. Toshkent shahri bo'yicha yuqorida ko'rdingiz, bitta ishtirokchini topdik, g'olibni aniqladik, Damasni berdik. Toshkent shahriga bitta emas, ikkita Damas qo'yilgan. Ikkinchi Damasni esa hozir siz bilan birgalikda jonli efirda mana shu daqiqalarda aniqlaymiz va ko'rib turgan bo'lsangiz, siz ham bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun diqqat bilan bizni ko'ring, raqamlaringizga ham diqqat qaratib turing. Agar 7 desam, keyingi xonada 7 sizniki bo'lsa, "Ura, meniki yaqin" deb hayajonlanib tursangiz, oxiri juda ham zo'r yakun bo'lishiga ishonaman va siz albatta Damas Labo egasiga aylanishingizga umid qilaman. 122 ta 7-9 raqam bilan boshlangan kupon egalari 722 ta. Xo'p, demak keyingi raqamni aniqlaymiz.
122 ta. Bizda yana bitta raqam 4. 7, 9, 4 raqamlari, 7, 9, 4 raqamlari va endi nechta ekanligini bilib olamiz. 7, 9, 4 raqamlari. Aha. Siz 3-yanvargacha bemalol bizning sevimli mahsulotlarimiz Pepsi, Mirinda, 7up, Mountain Dew, Lipton, Adrenaline Rush, Rockstar, Sting mahsulotlarini xarid qiling, imkoniyatlaringizni oshirib boring. Trekker sari qadam qo'ysangiz, trekkerni o'ynaydigan kuni siz bilan jonli efirda ko'rishamiz va albatta ishonaman, siz albatta g'olib bo'lasiz. Bir marta omad kulmagan bo'lsa, ikkinchi marta albatta kuladi. Balki qayta ham bo'lishi mumkin. Agar siz bugun Damas Labo egasiga aylangan bo'lsangiz, 3-yanvarda yana qatnashmoqchi bo'lsangiz, imkoniyat cheklanmagan, bemalol qayta qatnashishingiz mumkin. Demak, 794 bilan boshlangan kuponlar soni 13 ta. 794 bilan boshlangan kuponlar soni bizda 13 ta. Endi esa 4-xonani aniqlaymiz. 4-xonamiz uchun Matatronni aylantiryapmiz va bizda keyingi raqam. Har bir sharda bir raqam yashirin va ushbu yashirin raqam qaysidir ishtirokchining omadi, qaysidir ishtirokchining Damas Labosi. Demak, keyingi raqam yana 4, 9, 7, 9, 4, 4 raqam bilan boshlangan kupon bormi? Shu o'rinda yana bir marta eslatib o'taman. Trade pastki chiziqcha, promo pastki chiziqcha botni Telegramdan qidirib, ushbu bot orqali bizni kuzatib turishingiz mumkin. 7, 9, 4 va bizda 4. Ketma-ket 4 raqami yo'q-a? Demak, yo'q. Qayta aylantirib ko'ramiz. Xo'p, qaysi raqam bu safar? Qaysi? Eng oxirgi ishtirokchimiz. Siz uzoq kutdingiz bu daqiqalarni va mana sizga omad olib kelishiga yaqin fursatlar qoldi. Xo'p, qaysi raqam? 8 raqami. 7, 9, 4, 8 raqami bilan boshlangan kupon bormi bizda va nechta u? 2 ta. Har doimgidek ikkita konkurensiya, ikkita raqib. Qaysi biri g'olib bo'lishini esa vaqt ko'rsatadi va raqam ko'rsatadi. 7, 9, 4, 8 bilan boshlangan kupon egalari ikkitagina. Hozir biringiz g'olib bo'lasiz. Xo'p, bizga qaysi raqamlar tushishi kerak? 5 ta xona bor, bizda 4 ta xonani topib bo'ldik. Atiga bitta xona qoldi va bitta xona uchun ikkita ishtirokchi bor. Ikkita raqamdan bittasi tushsa, 3 yoki 4 tushsa, g'olib aniq degani. Yoki 3 yoki 4 hozir men qo'limga tushishi kerak. Xo'sh. Bizda yana bitta raqam. Xo'sh, 3 mikin, 4 mikin yoki umuman boshqa raqammikin? Boshqa raqam. 2 raqami afsuski to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun qayta aylantiramiz va g'olibni topishga harakat qilamiz. Aylanadi Metatron. G'olib bo'ladi kimdir. Bu o'sha inson siz bo'lishingiz mumkin. Xo'p, bizda yana bitta raqam. Ochirish qiyin bo'lyapti. Voy, bir raqami to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun Metatronni yana qayta aylantiramiz. Xo'sh. Endi hayajonli, eng kulminatsion nuqta desak bo'ladi. Chunki atiga bitta raqam qolgan, bitta Damas Labo qolgan. Oxirgisini aniqlaymiz. 9 raqami to'g'ri kelmaydi afsuski bizga. Shuning uchun yana qayta aylantiramiz. 3 va 4 raqamlari chiqmaguncha Metatronni aylantirishdan to'xtamaymiz. Aylantiramiz. Oxirgi Damas kimga nasib qilarkan? Toshkent shahri. Oxirgi Damasni kim yutarkan? Taxmin qilib turing. Hozir aniq bo'ladi. Bizda 5 raqami qo'limda, lekin to'g'ri kelmaganligi uchun yana bir marta aylantirib ko'ramiz. Xo'sh. Shunaqa osonlik bilan butun boshli Damasni topshiryapmiz. Xo'p, demak bizda yana bitta raqam. Xo'sh. Va o'sha raqam bizda bor, ya'ni bizda g'olib bor. Kim bo'lishi mumkin? Kim? Oxirgi ishtirokchi, oxirgi Damas Labo egasi sizsiz. Xo'sh, kim? Oxiri 3 bilan tugagan raqam ishtirokchisi. Menimcha sizga ko'rinyapti. 7, 9, 4, 8, 3 raqamni
to'liq kupon raqami. Mana shu ishtirokchi sizni tabriklaymiz. Ura! Bugun oxirgi ishtirokchi bo'lib, siz Damas Labo egasiga aylandingiz. Sizni butun jamoamiz, bizni ko'rib turgan, butun efir davomida ko'rgan hamma nomidan bitta o'zim sizni tabriklayman. Mana shu Damas sizga yaxshi kunlaringizda xizmat qilsin. Endi esa trekker uchun harakat qilishingiz kerak. 3-yanvar kuni trekker o'yinda bor. Yana bir narsa, agar siz yutmagan bo'lsangiz, o'yinda ishtirok etib kuzatib turgan bo'lsangiz, yutmadim, xarid qilgandim degan bo'lsangiz, hali xafa bo'lishga shoshilmang. Savdo nuqtalari egalari, diqqat bilan eshiting. 3-yanvar kuni siz 3-yanvar kuni jonli efirda trekker egasiga aylanishingiz mumkin. Trekker sizni kutib turibdi. Faqatgina Pepsi, Mirinda, 7up, Mountain Dew, Lipton, Adrenaline Rush, Rockstar, Sting mahsulotlarini xarid qiling. Har bir xaridlaringiz uchun, har bir 1 million so'mlik uchun bitta kuponga ega bo'ling. Qancha ko'p xarid qilsangiz, sizda qancha ko'p kupon bo'lsa, siz shuncha tez yutishingiz mumkin, ya'ni yutishingiz foizi oshadi va siz trekker avtomobil egasiga aylanasiz. Undan tashqari bizni trade pastki chiziqcha, promo pastki chiziqcha bot orqali kuzatib borishingiz mumkin. Ushbu bot orqali hamma yangiliklarni ko'rib borasiz. 3-yanvar kuni esa jonli efirda trekker egasiga aylanishingiz mumkin. Juda ham kam kunlar, juda ham kam fursat qoldi. Ungacha harakat qiling. Har bir kunni qo'ldan boy bermasdan mahsulotlarni sotib oling, soting, ham tijorat qiling, ham qo'shimchasiga yo'q joydan Pepsi avtomaniya aksiyasidan trekker avtomobil egasiga ega bo'ling. Bugungi g'oliblarni, bugun mana shunaqa Damas Labo egasi bo'lgan hamma g'oliblarni yana bir marta chin qalbdan tabriklaymiz butun Pepsi jamoasi nomidan va siz bilan 3-yanvar kuni jonli efirda trekkerni o'ynayotgan paytimizda ko'rishamiz. Ungacha ehtiyot, o'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling va bizning maqsadlarimizni buyurtma berib xarid qiling. Xullas, yangi yilni yaxshi kutib oling. Yangi yilda mana shunaqa yangi Damas sizga hamroh bo'ladi. Yangi yilgacha biz sizga Damaslarni yetkazib beramiz va yangi yilni yangi Damas bilan kutib olasiz. Yangi yilda yangi Damas bilan kutib olasiz. Yangi yildan keyin esa yangi trekker sizni kutyapti. Trekker uchun harakat qiling. Trekker o'ynayotgan kunimiz 3-yanvarda jonli efirda siz bilan ko'rishamiz. Ko'rishguncha hammaga rahmat.